Assalomu alaykum barchangizga. Biz hozir haytamiz. Voy, 15-o'ringa tushib ketibmiz-ku. O'ynamaganimiz sababli birinchi o'rinda kim turibdi ekan? 119. Hozir qanday? 15-o'rinda ham turamanmi? Ikkinchi o'rindachi? Yana 119. Bir tajribalimi, nima balo bilmayman. 3-o'rindachi? 122. Yo'q, o'ynamasak bo'lmaydi ekan. Давай, yutsak like bosib qo'yinglar. Ketdik. Давай. Oh, juda ham kuchli ekan. Adashmasam. Ya, çok yaxshi o'ynagan. Ya. Yo, qatma. Nimaga live o'ynaganda shunaqa ekan? Qatadi. Nima qatadi? Biz o'zimiz yuzmaymiz kerak. Voy, bile. Otishini mana ko'ryapsizlarmi? Yurib olmang. Bak qotyapti lekin. Haqiqatan ko'rish kerak. O'yinchilar uchun sabab hujumga chiqib qoladi hammasi. Qarash kerak. Nunu, voy Nunu. Yaxshi, mana endi gol. Hal kayfiyati ham tushib ketishi mumkin uni. Endi g'alabani berib qo'ymasligimiz kerak endi. Qarash kerak. Ana yaxshi. Ye, olimda hozir. Ye, nimaga endi? Otilib turib transfer olsam bo'lardi-ku. Yaxshi to'p bizda ekan. O yaxshi, to'sib oldi. Belga qara. Yaxshi yopding. Voy.
Xayrli ketdi. Ko'ting boqma. Boqli qilmana qo'y. Iya. Bu kichikdan bilyapsiz-a? Lekin normal akkauntga tushdim, pas akkaunt emas. Ayta qilmoqchimisan? Gol ursang, bitta gol urasan. Shuni ko'radi. Yo'q haqi. Menga ko'chirgan yarataman ya. Yuguramiz, judan tez yuguradi bu. Qo'tamanda. Yuguraman. O mana yutdik 2-0 ga. Yak bosib qo'ylar edi. Anchadan beri hit o'ynaganim yo'q edi. O'zi faqat Lazatak bilan Minitel mod o'ynayapman. Hozir hitgacha vaqt ketishi mumkin. Minitel mod bir xil deyishingiz mumkin, yo undan uzun deyishingiz mumkin. Lekin men o'zini qo'yib qo'ysam o'ynaveradi. Men o'ynab o'tirmayman. Mana endi bir ko'rishcha. Chiqqandan keyin nimancha marta o'ynayapman. Endi plusga yaxshi mana endi 12 plus. Umrjonga qaytibman mana sirab yutganman. Hozir 123 ta yutibman ekan. Level 74 yosh ekan. Menda 51 yosh. Mendan katta ekan bu. Mana shu akkauntni yutdim. Bitta narsani aytib qo'yaman, bu 4-2-4 faqat bir soatdagi uchun yaxshi. Boshqa bunaqalar uchun zo'r deb aytmayman. Ayniqsa hetta uchun o'zida o'ynaydigan joy uchun. Chunki o'rtada ikkita futbolchi bo'lishi xato. 3 ta bo'lish kerak kamida. Chunki xullas, chunki demayman-u, xullas bo'lmaydi deganim endi o'zi tushunolaverasiz. Buni LB ham o'ynar ekan bu Timber. SB, LB. Lahim ham Sidem ham o'ynar ekan. Lahim zo'r. Ronaldo. Tarixini bir ko'rib qo'ysak, mana tarixdagi bunaqalar, 2 marta mag'lubiyat, g'alaba. Durang kechagina bulan durang o'ylam qandaydir, lekin yoshini ko'rib turibsiz. 209 level yosh. Realni tarkibini tuzyapti. Shu bilan 0-0 o'ynadim. Bu adashmasam 1,5-2 yildan beri o'ynaydigan o'yinchi bu. 2 yil bo'lsa ham kerak ha. 2 yildan beri o'ynaydigan o'yinchi bu. Men 2 oy bo'ldi xolos boshlaganimga 51 level. Levelim. Qancha olmos berar ekan, olmos. Plus 3100 olmos berar ekan. Endi buni ko'tarilib birinchi o'ringa chiqib olishim kerak. Juda xunuk hozir shu turishimga 11-o'rinda turishim. Mana hozir endi akkaunt sostavimni ko'rsatib qo'yay. Yana bir ko'rib turganingizdek 120 Mana bizning sostav. To'g'rilarda kuchaytirdim bitta. Oddiy 211 bo'pti. Juda ham zo'r. Endi mana Rais bor, Bruno Fernandes. Buni shartsiz olmaganman. Pakdan tushirganman bitta tarafga. Olishni agar shartsizlangan bo'lsa olishni imkoniyat beraman. Bo'pti. Sog' bo'lasizlar. Yana yozinglar kommentga qanaqa video chiqishini haqida, shundan video chiqaraman.